Xullas, assalomu alaykum. Bu narsani gapirib bermasam bo'lmaydi, oxiri shu holatga yetib keldi. So'nggi vaqtlarda oson pul topish usuli deb o'ylanayotgan Amerika YouTube kanali degan tushuncha paydo bo'lib, juda ham bir urushib ketdi-da. Lekin bitta haqiqatni hammasi aytmayapti-da. Men 9 yildan beri YouTube ichidagi odamman va shu paytgacha biror kishiga telefonda chiqib yoki internetga chiqib YouTube Amerika YouTube qilinglar, YouTubedan pul ishlaylik deb aytmaganman. Lekin aynan shu bugungi kunda Amerika, Yevropa auditoriyasi hisobidan pul ishlab kelayotgan YouTube kanalim bor. Endi sizlarga butun haqiqatni, bu narsa ichidagi haqiqatni aytib beraman. Mana shundan keyin sizlar o'zingizlar qaror berishingni oson bo'ladi. Ha, bu ishga boshlasam bo'ladimi, yo'qmi? Kurs ochayotganlar qayerda aldayapti, nimaga e'tibor beryapti, nimaga e'tibor bermayapti? Haqiqatlarni bilib olasizlar. Demak, boshladik. Birinchidan bo'lib aytadigan bo'lsak, turli xil o'yinlarni o'ynab pul ishlaysizlar. Sun'iy intellektni video yasab pul ishlaysizlar degan kanallar bor. Kurs ochib olganlar bor. Mana har xil BMG Drive o'ynasangiz bo'ladi. Ya'ni Skibidi Toilet degan o'yinlar bor. Odamning kallasi shu unitazda yotgan multfilm, shunaqa animatsion trash videolar bor. Bu videolarni inson bir narsadan shug'ullanyapti, buni orqasidan pul topadi. Amerika YouTube'da pul ishlasa bo'ladi. Amerika YouTube deganda auditoriyasi, ko'ruvchilaringiz Amerika Qo'shma Shtatlaridan bo'ladi. Amerika Qo'shma Shtatlarini ishlab chiqarishi, yalpi ichki mahsulot daromadi yuqori bo'ladi. To'lovchanlik qobiliyati yuqori bo'ladi u yer aholisini va ular qimmat sifatli mahsulotlarni ko'p sotib olishga o'ziga ruxsat qila oladi, ya'ni poзволять qila oladi deydi, ya'ni imkoniyati bor. Shuning uchun YouTube'da reklama beruvchilar reklama beradi va uni Amerika aholisi ko'rsa, tovar ko'proq sotiladi. Buni hisobidan qimmatroq YouTube'ga reklama pul to'laydi. YouTube bo'lsa, ana shu reklamadan, biznesmendan olgan pulini ikkiga bo'lib, yarmini video yaratgan odamga, blogerga beradi, yarmini o'zida olib qoladi. Shuning uchun amerikaliklar ko'rsa, daromad ko'proq bo'ladi, YouTuberga ham ko'proq daromad keladi. Mana shuni amerikanskiy YouTube deydi. Pul ishlasa bo'ladi, lekin muammo nimada? Siz pul ishlayapsizmi? Inson bir ish bilan shug'ullanyapti, oilasini boqadi-da. Oilani bizda kimda qanaqa bilmadim. O'zini musulmonman deb hisoblagan odam, oilamni halol luqma bilan boqaman deb hisoblagan odam bu narsaga e'tibor berishi kerak. Men musulmon emasman, harom halol va hech qiziq yo'q, men soqqa qilishim kerak degan odam bo'lsa, bu videoda chiqib ketgani ma'qul. Diniy ta'lim emas bu videomiz. Bir narsani aytib ketmoqchiman. Halol video qilish kerak. Bolalar uchun video roliklar yasaymiz deb turli xil bir o'yinlarni o'ynab, uni bir qo'yadi, to'g'ri. Bolani e'tiborini tortadi-da, ba'zi bir vahimali narsalar, tualet rasmlari bo'lgan, odamning kallasi tushgan, skibidi bir narsa deydi. Ana shu narsalarni, videolarini qilgan, keyin 5-6 ta bir qanaqadir troll shaklida bir xil raqsga tushadigan Alien Dance, shunaqa deyardi. Shunaqa, keyin BMG Drive, mashinalar pachoq bo'lishi. Shularni bolalar ko'radi YouTube'da, ota-onalar berib qo'yadi. Qiziqda ularga, ya'ni bitta mashina pachoq bo'lishi, 5-6 ta kishi bir xil sinxron raqsga tushishi yoki tualetdagi narsalarni olib chiqishi bolalar uchun wow-da. Ko'radi, reklama chiqadi, bolalar uni reklamani o'tkazib yuborishni ham bilmaydi-da. Buning orqasidan pul ishlanadi. Ammo ana o'sha san shunaqa qilib yaratgan videolaringni ko'rib, vaqtini o'tkazib, u videodan bir foyda olmayotgan, havoga sarflayotgan, ustiga o'sha videolardan bolaning miyasi ta'sirlanib yomon asoratlar qolayotganligi uchun inson javobgar. Bu dunyoda ham javobgar asli. Kimdir uni sud qilmasa ham, lekin surishtirib kelsa sud qiladi. Amerikada bu narsa boshlangan. Ijtimoiy tarmoqlarni yosh bolalarni qiziqadiganroq qilib animatsiyalardan foydalanyapti, knopkalardan foydalanyapti deb mana Facebookka
Meta korporatsiyasini sudga berishdi, $50 million to'lashdi. Mana shuni singari zarari bor. Bu dunyoda ham, oxiratda ham bunga javob berish kerak. Siz halol ish qilib oilangizni boqayotganingizga mana bu mavzuda ozgina shubha bo'lishi mumkin. Hammani o'ziga havola. Hozirgi davrda birovga bir narsa deb ham bo'lmaydi, bola yo'qoladigan darajada bo'lib ketgan. Shuning uchun mana shu joylarni o'ylab qo'ying demoqchiman. Siz yangi amerikanskiy YouTube qilmoqchi bo'lgan bo'lsangiz. YouTube qiling, so'zsiz qiling yoki amerikacha yoki inglizcha tilida, amerikalikga yoqadigan mavzularda qiling, lekin u foydali bo'lsin. Ko'rayotgan odam kim bo'lishidan qat'iy nazar undan foyda olsin. Yoki tinchlanib foyda olsin, asablarini tinchlantirib, yoki maroq olib, zavq olib, asablar tinchlangan hisobiga, dam olish kunini hordiq bilan yaxshiroq o'tkazish hisobiga ko'rilsa o'sha videolar buni foydali deyish mumkin. Chunki bir odam siz videongiz tufayli asablari tinchlandi, bir kunni yaxshi dam oldirdi, 1 soatini yoki yarim soatini. Yoki informativ, bilim beradigan, foydali bilim beradigan bolalarning videolarini yasashingiz mumkin. Ta'lim yo'nalishidagi sun'iy intellektda qilinadigan videolar bor. Bu narsalarni YouTube yaxshi ko'taradi. Anaqa trash videolar, musiqa qo'yib qo'ygan, o'ynagan bola ko'rib miyasi axlatga to'ladi, xolos. Bunga javob berasiz. Mana shu narsalarni bu birinchisi. Mana shuni o'ylashingiz bu juda ham muhim. Endi ikkinchisi, ko'pchilik kursimga yoziling, o'rgataman, mencha daromad qilyapman, Men YouTubedan pul ishlayotgan kontent, men real, sun'iy intellektsiz real kontent yarataman, long formatda, uzun formatda. Mana shundan pul ishlab, daromad ishlayotgan odam sifatida aytamanki, YouTuberni vaqti kurs ochib, unga bir odamlarni yig'ib, undan 1 million so'mdan yig'ib pulini olishga arziydimi, arzimaydimi? Arzimaydi. Birinchidan, YouTuberning vaqti bo'lmaydi bu narsaga. Ikkinchidan, asab ketkizgandan ko'ra, o'shancha vaqt ketkizgandan ko'ra 10 ta, ana bor 50 ta odamni yig'di. 50 ta YouTube sohasida miyasi bo'm-bo'sh bo'lgan odamni yig'ib oldi-da, $100 dan oldi, $5000 bo'ldimi? Shunga endi bir oy natijasida ozgina vijdoni bo'lsa o'rgatadi-da uni. Ana shunga ketgan sarfi vaqtiga 5 dona o'sha long formatda videosini qilsa, $5000 dan ko'proq pul topishi mumkin. Auditoriyasini to'g'ri joylagan bo'lsa, haqiqatdan ham pul ishlashi uddasidan chiqadigan YouTuber bo'lsa. Hozirgi dunyoda voy, men yaxshilik qilmoqchiman, Rossiyaga borib ishlamayli, sizlar ham YouTubedan pul ishlayni deb o'rgatyapman. Meni pulim allaqancha, mana men bunaqa darajalarga yetib keldim. Sizlarga ham o'rgatay, o'rganinglar deydigan odam juda ham kam. Ehtiyot bo'ling. Raz shunchalik yaxshilik qiladigan bo'lsa, juda ham arzonga o'rgatish kerak-da. Endi bepulga qadr bo'lmaydi, tashlab ketib yuboradi, meni asablarim buzilganda qoladi, vaqtim ketganda qoladimi? Agar unaqa bo'ladigan bo'lsa, juda ham ozgina pulga o'rgatish kerak yoki alohida qilib individual tarzda o'rgatib, odamlarni chertib tanlab olish kerak. Buning yo'llari bor. Masalan, haqiqatan oxirigacha boradigan odamga oddiy misol anaqa berish kerak. Vazifa berish kerak. Men senga kurs o'rgataman. Kurs o'rgatib qo'yaman. YouTube kanal ochishni, boshqarishni, YouTube algoritmi bilan to'liq o'rgatib qo'yaman. Faqat sen mana vazifani bajar. Nima vazifa? Sen YouTuber bo'lmoqchimisan? Mana sen 50 ta 7 minutlik kamida 7 minut 8 minutlik bo'lgan 50 ta videoni tayyorlab kel menga. Bir oy ichida yoki ayting 2 haftada yoki 3 haftada menga 50 ta video tayyorlab kel. Mayli 4K 60 FPS formatda bo'lmasin. HD da bo'lsin, 30 yoki 24 FPS da bo'lsin, lekin sen o'sha videoni syomka qilib olib, qo'lingdan kelganicha, bilganingcha montaj qilib kel. Montaj qilmasang ham mayli, xom holatda bo'lsa ham 50 ta o'zing real ishlagan videoni olib kel deb ayting. Kimki shu narsani qilib kela olsa, ana o'shani bepulga bo'lsa ham haqiqatdan sen yaxshilik xohlaydigan odam bo'lsang, o'rgatish mumkin. Mana shunaqa saralab olish mumkin YouTube'ga boradigan, YouTube'ga haqiqatdan qiziqadiganlar. Qiziqmaydiganlar o'z-o'zidan 50 ta video xo'p deydi, bepulga emas, просто ko'rsatishim uchun senga vazifa tarzida deydi, qilmaydi. O'z-o'zidan unaqa to'kilib qoladi. Endi birinchi kursdan maqsad juda ko'pchiligini, hammanikini deyishga haqqim yo'q. Endi ezgu niyatdagi odamlar ham bo'lishi mumkin. 1000 tadan 2 donadir.
Shuning uchun deyarli YouTube kurslari pul uchun qilinadi. Endi kursga borish shartmi? Men o'zim kursga ikkita kurs sotib olganman. Ikki xil odamnikini, o'zimiz o'zbeklardan. Bittasi qip-qizil mashinnik edi. Ism familiyasini aytsam bo'ladi-yu, endi aytmay qo'ya qolay, gunohlar o'zi bilan bo'lsin. Hozir kurs sotmayapti shuning uchun. Agar sotayotgan bo'lganda shunday ehtiyot bo'linglar, maraz odam degan bo'lardim. Uni sotmayapti. Xolos aytmaymiz. Ikkinchisi bor. Buni ham ismini aytishni xohlamayman. U kursni o'zidan ham sotyapti. Yosh, bechora pul ishlayman endi shu usul bilan bo'lsa ham deb yopishib olganlar bor. Nomaqbul yo'nalishlarni ko'rsatib o'rgatyapti va o'zim qilganman, qo'shilganman, pul to'laganman. Yarim yo'lda emas, o'sha ikkinchi pog'onasini tashlab qo'yadi. Shunaqa mingtalab odamlarni yiqitganki, siz tushib qolasiz, qolib ketasiz. Odam ko'p talpinayotgan, kurs ochayotganga bormang. Bitta sir aytaman. Kurs YouTubedan o'rganmoqchi bo'lsangiz, kurs sotayotganlarning hammasida YouTubeda videolar bor bepulga. Siz 5 millionga, 7 million, 10 millionlab kursni sotib olib yurmang. Men sotib olganman $100 $50 bundan 3-4 yillar oldin. YouTube o'rganishga qiziqqanimda. Hammasi o'zim bilgan narsalarni gapirib bergan. Chuqur ichiga kiradigan narsalarni qachonki o'zing proses davomida o'rganmasang, ular aytib bermaydi. Doim yonida pul to'lab yurasan, aytadi. Bir oylik kurs sotib olasan, 2 oylik kurs sotib olasan, unaqa narsani aytib bermaydi. Chunki YouTube shunaqa, u algoritmlar o'zgarib turadi. Sen proses davomida, ya'ni jarayon, YouTube'da ishlashing jarayonida o'rganib borasan bu narsalarni. Shuning uchun kurs sotib olib pulingizni behuda sarflamang. Haqiqatdan YouTube bilan qiziqsangiz, video olish qiziq bo'lsa, foydali video olishga aqlingiz yetsa, ichingiz yonib tursa, aql yetishmasa ham, mana shu qila olaman, men ustimda ishlayman desangiz, qilsangiz bo'ladi, YouTube'da bo'lishingiz mumkin. Mana bu joy yonish kerak, shu video olishga qiziqish kerak, odam ustida ishlashga qiziqish kerak, bu muhim YouTube'da. Odam kreativ yondashish kerak, videolarni har safar bir xil video, lekin har xil usul bilan olingan bo'lishi kerak. Shunda yorib chiqishingiz mumkin, shunda bir natija ko'rishingiz mumkin bo'ladi. YouTube'da ijodiy taqchillik bo'lib qoladi, miya hech narsa ishlamaydi. Videolarga nom qo'yishgan boshimiz qotib qoladi. Ana shu jarayonlardan chiqishni bilish kerak. Tirmashish kerak. Men shaxsan o'zim 9 yilda tirmashib, tashab qo'yib, yana yaxshi ko'rganimdan bu video ishlarini, yana kirishib, yana tashlab qo'yib, yana kirishib, chirmashib 9 yil ketdi. Men bu ikkinchi marta monetizatsiyaga ulashim, bir martasida xato qilib monetizatsiyamni barbod qilganman, bloglarga tushganman. Shu narsalardan o'tib kelgan odam sifatida aytayapmanki, kurslarga borishingiz mutlaqo kerak emas. Ko'zingizni oching. Siz haqiqatdan ham YouTube'ga qiziqsangiz, YouTube'ni o'zida rus tilida, qirg'iz, qozoq, turk, o'zbek tillarida bepul tarzda video roliklar, o'rgatilgan video roliklar bor. Hammasini olasiz. Faqat qunt qilish kerak, o'rganish kerak. Rus tilidagi blogerlikni o'rganish kerak, amerikanskiy blogerlikni videolarini o'rganish kerak, turk tilidagini o'rganish kerak, qirg'iz, qozoqlarniki rosa ko'p, o'zbeklarniki ham rosa ko'p. Yozish kerak, yozish ham, qidiruv ham, to'g'ri yozishni bilish kerak-da. Odam telefonini o'zini sozlashni bilmaydi, YouTube ochmoqchi, YouTube berib qo'ymoqchi. Sen tayyor yemsan, qo'lingdan 5 millionmi, 3 millionmi berasan, ana kurs ochayotganga bo'ldi. U charchaydi senga tushuntiraveradi. Telefoningni o'zini sozlashni bilmaysan. ChatGPT degan yoki sun'iy intellekt, Gemini bo'ladimi, Claude bo'ladimi, Grok bo'ladimi? Sun'iy intellektlar tiqilib ketdi hozir. Bunday zamonda kursga borish mantiqsizlik deb tushunaman. ChatGPTga kirasan, bir oyga $7 yoki $5 da adashmasam. ChatGPT Go tarifini to'laysan, ochasan telefoningdan, oylik podpiska bo'lasan, oyiga $6 mi shunaqa. Xohlagan savolingni ber, topib beradi. Professional darajada menga mana bu mavzuni chuqur tushuntirib ber desang, shunday qilib tushuntirib beradi. Mana nima degan desang, oddiy tushuntirib beradi. Chuqur tahlil qilib, atroflicha menga tushunadigan tilda tushuntirib ber deb yozish kerak-da, prompt yozish bo'ladi. Ana shu narsalarga qiziqish kerak. Keyin xohlagan shu kursda o'rgatadigan mana allomatlargacha o'rgatadiganlar ham mana shunda bor. ChatGPTmi, Geminimi, sun'iy intellekt shu bazaga ulangan informatsion internet bazalariga sen so'raganingga qarab turib, shunaqa terib topadi, bir shaxs nomidan shuni senga yozib gapirib beradi.
Shunga bu sun'iy intellekt degan tushunchaga kelgan. Hozir kurslarga qatnab pul sarflash keragi yo'q. Keyin YouTuber bo'lishga qiziqib yurganlar vaqtingizni bekorga sarflamasligingiz uchun hozirdan aytaman. YouTube'ni o'rganish, algoritmni o'rganish, kanal ochishni o'rganish, qanday pul topishni o'rganishdan oldin YouTuber bo'lmoqchimizdan, YouTuberda bitta narsa bor, asosiysi. U har kuni videoni olib, videoning ustida ishlashga maligi ko'nika oladigan bo'lish kerak. Har kuni shunga rozimisan? Har kuni shuni qila olasanmi? Har kuni bittadan video tayyorlashga yoki bitta video olding, lekin bir haftada bir marta chiqarasan. Katta video olding, bir haftada bir marta chiqadi, lekin uni har kuni montajini davom ettiriladi. Bir kun ovozi bilan ishlaysan, bir kun ranglari bilan ishlaysan, bir kun montajlarni shu videoni kesishlari bilan ishlaysan. Yana bir kun uni obloshkasiga ishlaysan. YouTube ustidagi obloshkasi videoning ustida ko'rinib turadigan. Ana shunaqa tasniflarini chuqurlashtirib chiroyli yozish kerak bilan hammasini hozir ko'p ChatGPT yoki sun'iy intellekt qilib beryapti. Mana shu narsalar bilan ishlaysan, har kuni bir haftada bitta video chiqarishing uchun katta to'laqonli video. Har kuni bir hafta, har kuni band bo'lasan, kuniga 2 soatlab, 3 soatlab. Shuna montaj qilasizdan 1 soat vaqtingiz ketadi, videoni qo'yaverasiz, bo'ldi, o'ynab yuraverasiz, videongiz sizga pul ishlaydi. Mana unaqa narsa yo'q. U o'tgan zamonda o'tib ketdi. Bir paytlar bo'lgan bo'lishi mumkin. Unaqa emas. Hozir YouTube'da shunaqa algoritm ishlaydiki, har kuni sen faoliyat yuritayotganingni YouTube his qilish kerak. Har kuni nimadir yuklashing kerak. Har kuni obunachilaring yozgan kommentariyalarga javob berishing kerak, obunachilar bilan gaplashishing kerak. Har kuni qanaqadir e'lonlarni berib borishing kerak, so'opishishtiva degan bo'lim bor, yozib borishing kerak. Xullas, doimiy faol bo'lib turganing bilinish kerak. Har kuni bo'lmasa, haftada bir kun, ma'lum kun, haftada har bozormi, har bozor. Mana ma'lum bir soatda faol bo'lib YouTube'ga videolarni yuklab borish kerak. YouTube'da yana bitta asosiy siri, odamlar foyda oladigan, odamlar boshidan oxirigacha ko'ra oladigan videolar qila olsangina YouTube'dan pul ishlashing mumkin, ya'ni Amerika yoki Yevropa auditoriyasi hisobiga. Videolaring Rossiyadan ko'rilsa, O'zbekistondan ko'rilsa, Qirg'iziston, Tojikistondan ko'rilsa, juda ham katta pullar tushishi mumkin. Lekin boshqa mamlakatlardan, masalan, Hindistonga ham pul to'laydi, Qozog'istonga ham pul to'laydi, Braziliyaga ham pul to'laydi, Argentinaga ham pul to'laydi. Xitoyga umuman, Xitoyda ko'rinmaydi ham, Xitoydagilar VPNdan foydalanadi. Germaniya yoki Amerika VPNdan foydalansa, o'sha yillik bo'lib kiryapti degan anaqaga xayolga boradi. Xullas, lekin Yevropa tomonlarida, Amerika tomonlarida iqtisodiyoti kuchli bo'lgan davlatlarni aholisi ko'rsa, videolaring yaxshiroq pul ishlashi mumkin. Xullas, kurs sotib olish yoki YouTube o'rganishdan avval YouTuber bo'lmoqchimisan, o'zingga maqsad qo'y. Men bir haftada 7 ta 10 minutlik video tayyorlayman. Hech qayerga yuklamasam ham tayyorlab, o'zim qaytadan ko'raman. Uni qildingmi, yana bir hafta qil, yana bir hafta qil. 3 hafta ketma-ket video olib qila olishga o'zingda qunt topa olsang, qiziqish topa olsang, ana undan keyin sen YouTube'ni o'rganib, YouTube'ga qanaqa video joylashni hammasini YouTube o'zida bor. O'rganib joylab, shug'ullanib ketaversan, yo'l-yo'lakay o'rganib ketaverasan. Eng kalit joyi YouTube'da bardavom ishlash kerak. Birdaniga zo'r qilib chiqarib, bir kunda 10 ta videolarni kalta-kulta shortslarni bir balodan qo'yib tashab, shu bilan haftalab yo'qolib ketmaslik kerak. 3 kunda bitta videomi? Demak, 3 kunda bitta video обязательно qo'yib borish kerak. Oldindan zapas bilan, zaxira bilan borish kerak. Bir haftada bitta videomi? Tamom, bir haftada bitta video. Masalan, bir oyda bitta videomi? Tamom, bo'ldi. Bir oyda bitta video o'sha aynan bir xil soatda chiqish kerak. Bu soat ham shunaqa bo'lish kerakki, amerikaliklarni ertalabiga yoki kechki payt ishdan qaytishiga ko'rishi yoki obyeddagi kofe break paytlarida ko'rishiga moslangan soatlarga qo'yiladi. Endi bu o'sha YouTube ichidagi sirlar. Bu narsalar hammasini ChatGPT, oddiygina ChatGPT shundoq hammasini ochib beradi. Xullas, mana shunaqa gaplar. YouTuber bo'lish uchun har xil kurslarga kirib, bo'lmas trash kontentni tayyorlashni o'rganib olib, umringizni sarflab, unga ikki dunyodan javobgarlik bo'yningizga yuklab, undan topayotgan daromadingizni halol haromligini shubha ostiga qo'yganingizdan ko'ra, ozgina aqlingizni yuritib, real, original, hech kimda bo'lmagan, o'zingizni telefoningiz bilan tasvirga tushirilgan videolarni va foydali bo'lgan, qiziq bo'lgan, odamga rohat beradigan, ya'ni yaxshi ma'noda dam miyasiga dam beradigan videolar bo'lishi mumkin va foydali bir ilm o'rgatadigan videolar bo'lishi mumkin. Mana shularni qila olsangiz, siz albatta daromad topa olasiz. Shunday ekan, mana tushundinglar degan umiddaman.
Savollar bo'lsa kommentariyaga yozinglar, negativ bo'lsa ham, nima qilsang ham yozinglar. Ma'qul ko'rganlarimga javob berishga harakat qilaman. Salomat bo'linglar. Maqsadim faqat aldanib qolmaslik, umringizni bekorga ketkazmaslik va imkon boricha halol, pok daromad topib, oilangizni yaxshi pullar bilan ta'minlashligingizni xohlaganim edi. Kanalga obuna bo'linglar, like bosing, komment yozing. Salomat bo'ling.